Qanday buyuk insonlar bilan o'tirgan ekanman deb o'ylayotgandirsizlar. Bizni asl kelib chiqishimiz Buxoroy Sharifdan. Kino yaxshi ko'radigan odam bilan gaplashib kayfda. Ha, voy kino haqida hozir gaplashadigan bo'lsak, biz o'zi siz bilan bitta kino haqida anaqa qilishimiz kerak. Nima desa, podkast qilishimiz kerak. Chunki men ko'rgan kinolarni ko'rgansiz-da. Saydabror shogirdim bor-ku. Nimadir gapirayotgan bo'laman. Tema chiqib qoladi-da. Premyer beraman. Men kino ko'rgansiz, mana narsa bo'ladi. Yo'q. Keyin yana gap orasida yana chiqadi. Mana shu yarim soat ichida 4 ta kino aytaman-da. Birontasini ko'rmagan bo'ladi. Deyman, qilaman deb bo'pti deyman. Mana shu kinolarsiz haqida gapirishga harakat qilaman. Siz gapiryapsiz, men tushunaman. Men gapiryapman. Mana hozir filosofiyani aytdim, sraza esladingiz-da. Bo'pti, mana biz hozir nima desak bo'ladi? Qaytadan yozishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Biz bugun Muhammad Javohir akam bilan Mayoq uz kanal Mayoq uzmidi? Mayoq uz. Oldin Mayoq uz edi, hozir MJ bo'lib ketdilar. Mary Jane emas. Mary Jane emas, Muhammad Javohir bo'lib ketdilar. O'sha kanalning egasi bivshiy Mayoq uz hozirgi MJ kanalining egasi Muhammad Javohir Suratov bilan bugun biz kichkina texnikamizni, umuman bizani formatimizni tekshirish uchun suhbat qilib ko'ramiz. Bizning suhbatimizning asosiy mavzusi qanaqa qilib oyiga $1 million ishlab topish emas, kaneshni Muhammad Javohir aka hozirda nima qilyaptilar? Nimaga faqat oxirgi paytda post emas, faqat forward qilyapti kanalga? O'sha haqida gaplashamiz. Nuriddindan yo'qdi. Hammaga assalomu alaykum, xormanglar. Nasib qilsa, zeriktirmaslikka harakat qilamiz. Xo'p, bizning kameramizning orqasida yana ikkita shogirdimiz o'tirishibdi. Ularga ham salom. Rahmat kelganinglarga. Mana shu narsalarni qo'yib, joylashtirib qilishga harakat qilishdi, yordam berishdi. Xudo xolasa, hozir bitta mikrofonimiz ikkita mikrofonimiz ham yozyapti, bitta quloqdan eshitilyapti. Agarda ovozi sal muammolar bo'lib qoladigan bo'lsa, bu bizning o'zimiz iminni qo'yib yozishimizning birinchisi. Shuning uchun agarda ovoz sal muammoroq bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri tushunishga harakat qilasizlar. Понятие простить. Понятие простить. Videomiz menimcha yomon chiqayotgani yo'q. Qalaysiz Muhammad Javohir aka o'zi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz charchamayapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. O'zingizlar xormanglar. Biz ham yaxshimiz. Birinchi marta kelyapsiz ofisimizga. Yo'q, oldin kelganman. Oldin kelganmisiz? Boshlarda o'sha. Men borligimda kelmagansiz. Menimcha siz anaqa bilan kelgansiz. Umar bilan kelganmiz. Yo'q, undan oldin kelgan. Yo'q, Umar bilan kelgan ekanmiz birinchi marta. Birinchi va oxirgi marta birinchi va oxirgi marta. Unda men yo'q edim-da. Kechasi bir anaqa shoshilinch video yozgisi kelib qolgan, ana kursiga adashmasam. Yo'q, aniq esimda yo'q, nimadir promo qilib ko'rmoqchi bo'lganmiz platformalarida. Ana tug'ildi shu on bo'g'ildi bo'lib, u anaqa teg olgan edi. Adashmasam anaqa mock bir narsa platformalarini promo qilayotgan paytlari edi. Mungkin promo qilayotgan paytlari edi. Ya o'shani kelib ko'rib, syomka qilinadi. Bir ikkita rasmlarga tushib oldim. Keyin u video chiqqanmi deyman, esimda yo'q. Bilmadim. Lekin bir marta o'sha siz Umar bilan kelganingiz esimda, undan keyin kelmagansiz menimcha. Shu ofisimiz hozirlaganmiz. Hozir mana arendaga kameralar olib keldik. Ming ovoragarchilik bilan harakat qildik. Nima desak bo'ladi? Baribir bizga bitta yaxshi operator kerak ekan. Hamma narsani tushunadigan. Bunaqa shogirdlarimiz hozircha yo'q. Xudo xolasa kanalimizning obunachilaridan chiqadigan bo'lsa, bo'ladigan bo'lsa kommentda yozib ketinglar. Xudo xolasa shu nima jamoaning a'zosi bo'lib keyingi suhbatlarimizda yordam berishingizni imkoniyati bo'ladi. Biz ham quruq qo'ymaymiz, xudo xolasa. Nimadir menda shitir bo'lmasa ham menda peshanangizni ham to'g'ib qo'yamiz. Xo'p. Muhammad Javohir aka, endi hazil bilan hozirgi paytda kanalingiz bilan shug'ullanmayotganingiz haqida so'ramay turaylik-da. Birinchi bo'lib, o'zingiz nima ish qilyapsiz hozir? Har xil. Asosiy ish joyi Qamarda hozir. Nadan moment bugunni ko'rsak, apreldan boshlandi. Bugun yakshanba lekin. 30-noyabr bugun, ertaga dekabr bo'ladi. Xudo xolasa. Kommunalniga to'lab qo'yinglar, shu tili o'chib qolmasin, internetga to'laylar. Qamardaman. Qamarda IT ga aloqadorroq operatsion ishlarda aralashib, aprelda boshladim ishni. Unda Qamar sayti yengitdan tuzdirish boshlashyapti, ya'ni sayt bir joygacha kelgan, unda oldin texnik muammolar bo'lib to'xtab qolgan. Qayta ishga tushirish uchun
bolalar bilan gaplashib zakaz berilgan edi. Men unda xuddi texnik maslahatchi sifatida konsultant. Ha. IT konsultant. u yerda bo'ldim. Ya'ni saytiga biron bir narsa kerak bo'lsa, test qilib ko'rdim, narsani qabul qilib olishda zadachalarni yetib turdim. O'rtakash bo'lib turdim, tarjimon konsultant bo'lib. Undan tashqari boshqa IT ga aloqadorroq biron bir ishlar bo'lsa, oldingi 24 da Upsheet'da o'rgangan edim. Abdullohdan video kursidan ko'rib, o'sha Upsheet bilan bir ikkita ichki instrumentlarni ham tuzib ko'rdim. Hali to'liq foydalanishga o'tmagan-u, lekin ish qilingan. Shu yo'da operatsiyonkani ichidagi har xil mayda ishlar, ya'ni bittadan qo'lga ilinadigan narsa yo'q. Hozir saytda e'lon qilish arafasida turibmiz. E'lon qilib olinsa, zakazga tushib, buyurtmalarni vaqtida chiqarib yetkazib beriladigan bo'lsa, men xursandman. Ko'nglim to'q. Undan tashqari payt Upsheet instrumenti yordamida har xil bizneslarning ichki jarayonlarini raqamlashtirish uchun programmalar quraman. Hozirgacha qilganlarim ba'zilari ishlab turibdi. Qanaqa ma'noda? Hozir ham biron bir narsa so'rab qo'shtirib turishligi mumkin. Ularning ichida sport kompleksiga tuzilgan programma bo'ldi. Ya'ni hamma xarajat oldi-berdilarning ichida yurg'iziladi. Mijozlar bazasi, qarzdorligi. Bog'chani yuritish bo'yicha programma qilib ko'rdim. Boshida undan keyin tekstilga programma qildik. Hop, yana bitta tekstilga zakaz tushyapti. Islom degan bola borlar, Upsheet bo'yicha ishlaydigan, jonlar sog' bo'lsin. Dubaydagi arxitektura bitta korxonadan zakaz olib berdilar. HRlar uchun ishga tizimni to'g'irlab berish. O'shani qilib ko'rdim. Asosan shu. Hozir demak, faqat no code bilan qamarda IT konsultatsiya bo'yicha ishlayapsiz, boshqa narsa. Qamarda operatsiyonka, Upsheetda Upsheetga mos bo'lgan biznes yechimlar. Shu joyda bitta narsani aytib qo'ying. Kamerada bundoq qo'ysiz. Hozir o'shacha anaqa siz krupnik planda o'tganimizga g'alati ko'rinadi. Общийda yaxshi, qiziq ko'rinadi. Anaqada krupnikda sal g'alati bo'lib qoladi. O'zingiz bemalol erkin his ko'ring, qo'ldan kelgancha prosta ertaga o'zingiz ko'rganingizda anaqa bo'lib qolmasin deyman-da. Xo'p. Bu joyni anaqa qilib qo'yishadi, kulib turadigan joygacha. Shunaqa qilib qo'yamiz. Zo'r kanalingizga hech narsalar yozmay qo'ydingiz. Video uroklar ham chiqmayapti, hech qanaqa video uroklar yo'q, hammasi pullilari Mohirdevda sotilyapti bo'ldimi? Yo'q, Mohirdevdan kurs olinadi deb aytishgan edi. Ancha oldin yozilgan chunki kontent eskirgan. Ham buni hozirgi ko'pdan beri ichki jarayoniga aralashmayapman. Men oldingi yil taxminan mana shunaqa paytlarda уже qanchadir vaqt oldin shu anaqani qo'llab-quvvatlash qismini tugatgandim. Undan beri nima gap, nima so'z bilmadim. Upsheetda o'zidan bir sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Yaxshi boshlangan edi, keyin qamarda ish o'zi oldindan rejada yo'q edi. Qamarda ish qo'shildi, undagi mo'ljal qilgan narsalarim qolib ketib qoldi. Upsheet bo'yicha yozaman deganlarim. Yozishga ishtiyoq bor. Hozir endi oldingi shu front-end bo'yicha ish boshqalarni qilmayapman ko'pdan beri. Orada manba Upsheetdagi instrumentga sayt qo'shish kerak bo'lsa, kursor ChatGPT ni boshini qotirib narsalar qilaman. Qolgan payt yo'q, lekin niyat bor. Yaqin mana yoki keyingi 1 yillik rejalarda Upsheetdan o'rganganimni chiqarib olib bu narsa pulning tekimi hali aniq bir g'oya yo'q. Keyin imkon boricha kodingga qaytish niyati. Kodingga qaytish niyat bor hali. Buni sababi bor. Chunki biznes Upsheet sabab bilan uni bahonasida biznes ichki jarayonlarini, ular qanaqa ishlashini ichkaridan ko'raman va ularda ko'p ham juda murakkab bir narsa programmalar kerak emas. Ya'ni to'g'ri yozsin, to'g'ri ishlasin, bir qancha o'zini test case'lari bor, shulardan o'tsin. Bo'ldi-da, ya'ni ko'p CRUD deymiz-ku, create, retrieve, update, delete. O'sha narsalarga mos bo'lgan dasturlar, nozik jihatlari bo'ladi, rol va huquqlar bilan ishlash. O'shalarni Upsheetda test qilsa bo'lyapti. Lekin Upsheetda o'ziga yarasha texnik tomondan ko'p kamchiliklar bor, sekin ishlashi, ko'rinishini juda to'liq o'zgartirib bo'lmaydi. Shunga anaqani ko'ryapti talabi tomoni. Ya'ni biron kimga masalan Upsheetda programma qilib berilsa, uni ishlatishga boshqa ko'ngligi to'q.
agar xohlasanglar mana bunaqa narsa qilib beramiz deb turib, webda ishlab, agar mobil dastur kerak deb qolishsa, uni ham qo'lbola usul Telegram mini app bo'lyapti. Telegram mini appsmi? Atamasi shunaqa. Uni o'zida xuddi telefonda programma ishlatgandek tuzib ko'rish imkoniyati bor ekan. Shu tomonlama, ya'ni produkt qilish kerak bo'lsa, aylanib ham o'rgilib ham vibe coding bilan ham baribir Koding bilan shug'ullanish. Kodingga mo'shni bilish kerak, chunki tanishlardan Muhammad Yunus, Mabrur, yana nechta ko'p bolalar bilganligi uchun mana bu AI ga qul qilib ishlatishyapti bemalol. Bo'lmasa, bordi keldi gaplashish ko'payib ketib qolar ekan. Shunga niyat bor. O'sha ancha oldin 2020-yilmi Varacast lifetime abadiy obunasini olib qo'yilgan. Katta rasmon bo'lardi, qora jumasida bularni 50% chegirma bo'lardi. Shu turibdi. Misol uchun, ham yana PHP Laravelda ekotizimi o'sha paytlar o'qish paytlari qiziq tuyulgani, qanaqadir o'ziga chaqiruvchi tuyulgani, ham qaysidir ma'noda developer experience yaxshirog'iga o'xshagani uchun shu tomonga tortib turibdi. Niyat bor. Hali chorrahadek odam bo'lib turibman hozir. Nima qanaqa qiziq. Hozir qaysi biriga o'tib nimani tanlashni bilmayapsiz. Shunaqa desa ham bo'ladi. Ya'ni hozirgi bitta anaqasi Upsheet'dagi buyurtmalarim bor. Yaqinda olingan. O'tgan kuni mana olingan. Ularni masalan qilsam, bor tugatilish kerak joylarni tugatib olsam, undan keyin meni niyatim birinchi o'rinda shu PHP Laravelda sport kompleks boshqaruvidagi programmani o'sha Upsheet ishlatib turgan mijozlar uchun qilib berish. Unda nima qo'shilmaganida hozirgi holatda desak, Payme kliklar integratsiyasi qo'shilmagan. Ya'ni kimdir Paymedan to'lasa, ular kartaga perevod qildirishmaydi. Firmani hisobiga tushadi-da. Shunchaki tarixida turish uchun va mijozni qarzini minus qilish uchun qo'lga kiritib qo'yishadi. Palonchi Paymedan shuncha to'ladi deb. Keyin Paymedan klikdan yozib yurishligi kerak. O'sha narsani qo'shib bersa, ancha ishligi osonlashadi. Ya'ni kimdir kiradi, joydagi to'lovidan shu seksiyaga men bu narsaga to'ladim desa, qulaylik bor. Shu narsalarni ko'tarib ko'rish niyati bor. Kamida 2 oy ketsa kerak deb o'ylayman. Urilib surilib g'urra orttirib. Shu hozirgi fikrlardan. Yonib turgan mashina ketidan ishlash. Buni yana bitta sabab bor. Yaqinda Abdulvosit aka degan tanishim bilan ko'rishib qoldim. Ular startaplar, venturelarning ichida yurganlarida maslahat qilib qoldilar. O'zligi Tokcha degan elektron va audio kitoblar bo'yicha platforma qilishayotgan ekan, mobil dastur. Shuni ketidan gaplashib qoldik. Qiziqtirib qo'ydilar. Ya'ni ba'zilar bor hozir g'oya uchun pul ajratar edi. MVP ga chiqarib olish uchun, ba'zilar bor MVP da bo'lsa, ya'ni keyingi raund sifatida pul ajratish mumkin. Aloqa Ventures, C-Space, undagi angel start, investorlar bor ekan. Shuni aytishdi, qiziqdim, boshqa qildim. Odam, yonda qani nima bor ekan, qanaqa instrumentlar bor ekan, Fitbase, keyin Adinestiga sport zal boshqaruv instrumentlari bor ekan, Deepen degan platforma bor ekan, hozir ishlab turgan. U Iron Man bitta aka bor ekan, otlarida bizdan Farhod aka, ular boshlashgan ekan, ular investitsiya olishgan, ishlab turgan proyekt, qo'shni davlatlarga chiqishgan. O'sha narsa bor ekan, maslahatlashyapman tanishlar bilan, nima qilaylik, qilaymikan, qilmaymikan, bozor yetamikan, yo'qmikan deb, davay bosur bu odam bor degani, bozorda talab bor degani deyapti. Shu ming xayol. Anaqa bo'yotibdi. O'zini topolmasdan yurgan odamlardan bittasi siz ham. Shunaqa. Mana hozirgi paytda xuddi shunaqaman. Nima qilar ekan, qayerga borar ekan. 5 yildan beri bitta joyda ishlayapman. Anaqa cyber security o'qidim, u yoqdan ketaymi, yo'q mobile o'rganaymi, mobile o'rgansam baribir yana mobile qanaqadir ma'noda baribir front-end-ku hozirgi paytda. Faqat mobil ustroysolarga yozasiz, boshqa tilda JavaScript emas. No'xacha JavaScript ham yozsangiz bo'ladi. Mana qayergadir tiqilib qolganman-da, startup qilish kerakmi, yo startup ham qilyapman, qanaqadir ma'nodan scale up qilyapmiz-ku. Unga to'liq fokus qilaymikan, U qaysi men eshitmagan ekanman, yo yozuvmidi. Scale up qilganmiz-ku, scale up aytapmi? Endi u versiyasi o'sha paytdagi anaqalar. Mayda mashvarat degan gruppamiz ham ochib o'tiribdi menimcha. Siz men anaqa bor, Roshan aka borlar. O'shanga to'liq fokus qilaymi deyman, undan foyda kelmaydi hali, unga ajratish kerak vaqt va hokazo boshlarimda nimadirlar bo'lib yuribdi-da. Shuning uchun men sizga tushunyapman. Unga borsangiz bunaqa qilgan deydi, bunga borsangiz bunaqa qilgan deydi. Mayli. Qaysidir vaqt keladi, bittasi o'zi yorug' bo'lib ko'rinib qoladi, 3-4 turgan eshikda. Xudo xolasa o'sha paytda ochilib ketsin. Dars o'tmayapsiz hech kimga hozir. Yo'q, dars o'tmayapman.
dars o'tishi mohir debiga o'tishimdan oldin, ya'ni realda o'tirib dars o'tganim 21-yil dekabrda tugagan. Undan keyin ko'proq video kontent yozish, ya'ni front-end darslarini yozish bo'lgan. Mohir deb yozilayotgani. Keyin yana o'sha operatsiyonka atrofida ishlab bo'lgan. Undan keyin orada mohir devdan ketganimdan Reactda bosaman deb harakat qildim. Qarasam, bozor alg'ov-dalg'ov bo'lib turgan paytlari, keyin Upsheet imkoniyati chiqib qoldi. Tanishimiz chiqib qoldilar, ularga programma qilib berish. Ketib qoldi bittada. Shuna ketida yurdim keyin, bir yildan oshiqroq va mana shu yili stabil ishlay bo'ldim-da. Umuman dars o'tmayapsiz hozir shunda. Yo'q. Siz anchadan beri dars o'tasiz, dars o'tgansiz. Men shu boya aytdim-ku, Ulug'bek degan o'g'aynim bor, kameraga pasportimni berib turdi deb. Shu Ulug'bek degan o'g'aynim bilan kecha gaplashib qolganimizda nima bo'ldi? Boshida front-endchi bo'lganman deb aytdi-da. Westda o'qigan bola u. Front-endchi bo'lganman deb, Muhammad Javohir ekan anaqalarga borganman dedi. Ya'ni Westda krujokingizda bo'lgan ekan-ku, shu krujokingizda qatnashgan ekan. Shu HTML CSS o'rgatgan ekansiz. Hozir Flutterchi-da, asosiy qiladigan ish Flutter, lekin nima to'liq injener, hamma narsa qilib ketaveradigan bola, lekin boshida HTML CSS o'rganayotgan paytda siz krujokingizga borgan ekan-da u ham. Katta ehtimol rasmlarni ko'rsam taniyman. Bo'lishi mumkin. Hozir rasmini topsam. U ham qanaqa bo'lgan? U krujokchi klublar bo'ladi-yu, to'g'ri sifat narsalar, hamma qiziquvchilar, fotograflarni yoki mnemonika guruhi bo'lardi, yana teatr guruhi bo'lardi. Men birinchi kursda qiynalganman. Westda IT fani bo'lgan qo'shimchada. Qiyin bo'lgan, bolalarni ko'rsam, u bitta xuddi kutubxonani ulab ishlatadi-ku, slayder uchun. Qarasam, Sherwan degan kursdoshim qanaqa qildingiz? Oson-ku degan. Ichimda qiziqman. Ustozdan so'rasam, ular Google qilgin deganlar. O'sha payt yomon ko'rganman, o'zi odatiy ish ekan bu sohamizdagi. Shuni ketidan ikkinchi kursdan poprovka qilib ko'rganman. 4-yil paytida o'sha paytdagi anaqa Educational Welfare vakili SUdagi baraka topsirlar Aziza degan qiz, PClar bilan gaplashib berishgan, rahbariyat bilan PClar bilan o'tganmiz keyin. Mana. Tanisizmi? Ko'rmaganmiz hech shu bolani? Yo'q, qarinman menimcha. Hozir aniq eslamadim. Lekin kanalda turibdi. Yoshroq rasmi endi bu. Ko'rmaganmiz? Balki kamroq. Menimcha Westfonda olingan g'ishti joy ekan. Bo'lishi mumkin. 96-yil bola bu 2019 bitirganda. Siz 2016 bitirganmisiz? Yo'q. Men 2018 bitirganman. O'zi 17 bitirishim kerak bo'lgan. Bir yil qolib ketganman. Bir yil qolib ketgansiz. Nima sabab? Qaysi fanni o'qimagansiz? Cost and Financial Management 3-kursda olgan edim. Adashmasam o'sha yopilmagan. Keyingi yili u yili 30 kreditdan 40 kredit, ya'ni 20 kreditliga 15 base'dan 20 ga o'tadigan yil edi. 30 kredit yopishim kerak, ikkita 20 fan olganman. Android development bilan game development. O'shalarni o'rganganman, keyin diplomkam oxirgi yilga qolgan. Ishqilib sarguzashtlar ko'p bo'lganda. Westda diplom ish qilinadi. Wow. Diplom ish qilinadi. Ma'lumot uchun buni menimcha Jahongir akani kanalida ham ko'rishsa kerak. Jahongir Rahmonovni juma kuni Shrekka eslaysizlar-ku. Ularni Jahongir akani diplomkalari oldingi yillarda zo'r topshirganlarni namuna sifatida beriladi-yu, o'shanaqa berilgan. Ular adashmasam yetkazib berishga oid bo'lgan bir narsani tuzganlar. Unda nima bo'ladi? 40% 40 bilan 60% ga bo'linadi-da. Report va app bo'lishi kerak. Ularda cho'tki yozilgan edi. Ko'rib o'rganib yozmoqchi bo'lganman. U ham oxirida o'sha qo'l uchida o'kib qolgan. Unda Udemy'ga o'xshash narsa tuzaman deb boshlagan Laravelda vaqt yetmagan, tajriba yetmagan. Shu borini topshirganman, bitirganman. Men xursand. Keyin keyingi yili pedagogika kursida o'qiganman. 2018-2019. Bizaga rus ayol Elena Volkova kelganlar. Ular darslarda o'qiganman. Uni darsga qatnaganman, kurs bo'yidan topshirmaganman. Aytsam kimga og'ir deyman. Kelayotganimizda men ko'rib qoldim-da. Bittasi aytadi. Men balkonda chakkandan keyin, chakish sog'liq uchun zarar.
To'ppa-to'g'ri. Anu kinolarni boshda qo'yadi-yu. Ha. Balkonda chakib turib uni tashlashdan qo'rqaman. Nega desanglar, men tashlayman, kimdir uyga kirib ketib qoladi, yong'in bo'ladi. Yong'inda videoga tushaman deb, oyim chakishni bilib qoladi. Hozir ham siz anu gapirsam sirlar ochilib ketib qoladi deng. Nu, yaxshi. Anu men darsga qatnash bo'yicha malades o'quvchiman. O'tirib kurs ishi boshqani yozish bo'yicha uncha emas. Menda unaqa bo'lmagan. Men o'sha yili bitirganman. Darsda qatnashish bilan har doim muammo bo'lgan. IHda bilmadim nechta fan o'qiganmiz. Bir 40 ta o'qigandirmiz, 50 ta o'qigandirmiz, lekin shundan bilaman 7 ta fandan aniq qilganman. Fail qilganman. Prям buncha ko'p fan. O'qimaganman emas, to'g'rirog'i o'qishga 40 ta fan dedingiz-ku o'shanisi. Ha. Unisini bilmadim, men ko'p fan o'qiganmiz. Aniq raqamlari esimda yo'q, lekin 7 ta fanni fail qilganim esimda-da. Eng boshlanishi birinchi kurs, birinchi semestrdan boshlangan. Masalan, bundoq cho'kkanmiz, topda turganman, pastdan hisoblaganda. Xursand bo'lib aytberishimcha, hozir shuni uydagilarim ko'rishadigan bo'lsa, siz aytganingizdek oyim chakishimni bilib qolarkanlar. Fail qilganman. Eng qizig'i birinchi kurs, birinchi semestrda Object Oriented Programming o'tishgan, C++ o'tishgan. O'shandan boshlab fail qilganman. Darsga qatnashish har doim muammo bo'lardi. Kech borardim. Bir xilda kirgizmasdi, bir xilda kirgizishardi. Shunaqa muammolar bo'lardi. Kirib o'tirardim, fail emas, anaqa absent qo'yib qo'ygan bo'lardi. Shuni orqasidan ham o'sha 7 ta fandan kamida 3 tasi davom etdi deb bo'lganda. U avtomatik anaqa 8 ta topshirishga qo'yib yuborardi. Siz bir semestrda bitta fandan haftada 2 marta bo'ladigan fandan 8 ta absent oladigan bo'lsangiz, ya'ni 8 marta dars qoldiradigan bo'lsangiz, bizda bo'ldi avtomatik o'sha fandan aniq bo'lib ketardi, fail bo'lib ketardi. Shuni hisobiga fail bo'lganman. Hech kim fail olmagan domla bordi. Koreyalik domla juda xushmuomala odam, yoshi katta, bir 80 yoshli odam, lekin kalla yaxshi ishlaydi. Har doim xushmuomala gapiradilar. O'zi koreyskiy madaniyatda stereotipni ko'rsatishadi-yu, yumshoq odamlar debchi, xuddi shunaqa odam. Hech kim fail olmagan. U imtihon tarixida, men endi 3-pokoleniyada o'qiganman, imtihon tarixida menimcha mendan boshqa hech kim, mengacha hech kim fail olmaganda. Men ko'ryapman, fail oldim. Qarayapman, nechta absentim bor? 12 ta absentim bor ekanda. 8 ta maksimum o'zi. Bu payt ishlagansiz-da, menimcha yo'q. Ha, ishlardim. Ishlardim ko'pincha u domlaning fanlari ertalab vaqtli bo'lardi. Soat 9 da bo'ladigan dars ularniki bo'lardi. Bir xilda yo'qlama qilardilar, bir xilda qilmasdilar. Bir xilda bolalar here do'rardi, o'sha paytda ham bo'lib ketardi. Uxlardim ko'pincha. U ertalab tura olmasligimdan-da asosan muammo. Kechasi bilan ishlayman, keyin ertalab butilnikka qarab bosib qo'yiladi. Shu bilan aniq darsga borilmaydi. Shuning orqasidan absent. Ishchi deb tashlab ketmaganman, darsdan chiqib ketmaganman, prosta ertalab uxlab qolgan paytlarim ko'p bo'lganda. Shu ertalab bo'ladigan fanlardan asosan fail olganman. Men o'sha yili bitirganman. Meni asosiy guruhimdagi 4 ta odam bo'ladigan bo'lsak, bolalar yuradi-yu, guruh bo'lib. O'shanda faqat men o'sha yili bitirganman menimcha. Qolgan 3 kishi keyingi yilga qolib ketishgan. Biz shunaqa guruh bo'lganmiz. Ishlaydigan bolalar. Ishlaydigan bolalar biz har doim to'pda turganmiz, pastdan hisoblaganda yana. Keyin oxirida men kreditlarimni toch yetganda, nechtadir ham kredit olish kerak, meni keyin o'shanga 0 bo'lgan bo'ldi. O'qiganingizda o'zi kamida 10 nechidir kredit ko'proq bo'lishi kerak edi. Hammasini joy-joyiga qilganingizda. Men optional fanlarni retake qilmaganman. Mandatorylarni retake qilganman. Bir xil optional fanlarni o'rniga almashtirib retake qilayotganimni tashlab yuborganman. Shuni hisobiga yetgan, shunaqa kalkulyatsiya qilganman. Bitirib ketaman, bo'ldi, hamma xursand. Diplomni olganman, xudoga shukr. Diplomim yotibdi shkaf ichida. Bir marta ishga borganimda, o'sha EPAMga kirayotganimda so'rashdi, diplom olib kelgin. Nimaga deydigan bo'lsam, diplomni prosta registratsiyadan o'tkazib qo'yishimiz kerak. Men diplomning egasi bizda ishlaydi dedi. Diplom bo'lmaganda nima qilardingiz? Bizga maktabda bitirganliging haqida attestat olib kelib bersang ham biz o'sha bilan ham ishga o'rardik dedi. Bo'ldi, zo'r dedim, olib bordim, diplomni kopiya olishdi, nomerlarini yozib olishdi. O'sha bo'yicha ishlab yuribman. Umuman olganda kerak bo'lmadi.
Sizga kerak bo'lmadi hech qachon. Bu kerak bo'ldi. O'sha postgraduate kurs bilan undan keyin 2 yillik pedagogika bo'yicha magistratura ochildi. O'sha birinchi yil topshirayotganda dokument topshirish kerak, o'sha yerda kerak bo'lgan. Boshqa narsada yo'q. Chunki men deyarli hamma kirgan ish joylarimga tanish bilish, ya'ni tanish bilish qanaqa ma'no? Network, o'zimiz tanish odamlar orqali kirganman, ya'ni suhbat bilan bundoq nima deydi? Mana plus tomonlarim shu, minus tomonlarim bunaqa. U narsani tushunaman, nima desa bo'ladi. Tanish bilish deganda biz noto'g'ri tushunmaylar. Agarda o'ylayotgan bo'lsangiz, tanish bilish deganda men bitta bizda vakansiya bor, kirmaysanmi deydi. Bo'ldi, o'zi suhbat topshiradi, kiradi. Unaqa mana shu bolani ishga olinglar deb aytish yo'q. Ha, aytish yo'q. Men o'zim masalan sizni taniganimda to'g'ri oldinroq tanirdim. Najot ta'limga kirmasimdan oldin eventga kelganingizda Ibrohim tanishtirgan-ku bizani. Esingizda bo'lsa, hadi Google I.O. bo'lganmi, nimadir event bo'lganda men DJda bular dars berganlar meni ko'rsatgan, siz PGPda Ibrohimga dars bergansiz menimcha. Oshga borganimizda bizda bitta holatda aytib beraman. Bizda shunchaki suhbat bo'lyapti, eslatib o'tishimiz uchun xayoladadir yurib turganlar. Chibadan ham ko'rasizlar-ku. Chibadan ham ko'rasizlar-ku. Nima gapni ko'rasizlar-ku, в конце концов. Nuriddinni Temurbek ham anaqaga chaqirganlar. Men ko'p anaqa derkanman. Hozir e'tibor berib qoldim. Oshga chaqirganlar. Oshga chaqirganlarida men Azimat akam bilan, Azimat Majidov bilan ko'chada edik. Nuriddin ham bor edi biz bilan. Nuriddin oshga ketaman dedi. Xo'p, qayerga ketyapsan? Komolonga oshga ketyapman. Kim chaqirdi? Falonchi chaqirdi. Biz ham qornimiz och, yur, biz ham boramiz dedi. Boshqa stolda o'tirib yeb ketaveramiz dedi. Azimat akam keyin hop dedim, o'tirdik, mashinaga bordik. Keyin sizlar o'tiribsizlar qator, Temurbek aka, tam yana boshqa o'qituvchilar, ustozlar shu dars ITga aloqador foundation mashvarati bo'lganmi? Foundationni mashvaratidan oldingisi bu. Bu Android kurs ochilishi haqida edi, boshidagisi. Boshidagisi shunaqa bo'ldi. Yo, Azimat akamni chaqirishgan Nuriddin bilan men borganmiz, yo Nuriddinni chaqirishgan men bilan Azimat akam qo'shimcha qilib borganmiz edi. Android kursi ochilishi kerak edi. Unga Azimat akam borgan. Keyin o'sha yerda o'tirganimizda ochdi. Hey, bu yoqqa kelinglar, sizlar ham alohida o'tirmanglar deb qo'shib olganinglardan keyin bizga bitta front-endchi ham kerak deyishganda, keyin Nuriddin mana degan. Front-endchi dars o'tadigan odam keyin suhbat qilib gaplashib, men networkda network qanaqa bo'lganini tushuntirib beryapman. Keyin keling bitta ko'ring sharoitimizni, siz bilan gaplashib ko'raylik deyishgan. Birinchi bo'lib Alikani oldilariga borganman, Chimboy filialga. Hamma narsani kelishganmiz. Undan keyin bitta ikkita siz darsingizga kirib ko'ring, qanaqa o'zi dars o'tiladi, qanaqa bolalar o'zi nima darajada deb so'raganimdan keyin siz darsingizga borganman, adashmasam, orqada o'tirib darsni eshitib ketgandan keyin men dars o'ta olsam kerak deb o'zimga o'zim tanlovga ishonch hosil qilganimdan keyin Najot ta'limga ishga kirib ketganman. Bu ham networking emas, ham network tomonlama, ham nima desa bo'ladi. Tasodif bilan Najot ta'limga ishga kirib 40 tacha o'quvchiga dars berib aniq bo'lib ketdim-da. O'qituvchi bo'lib ketdim. Undan oldin nima desa bo'ladi? Pul berib o'qitadigan hech qayerda dars bermaganman. Kichkina 5 kunlik, 4 kunlik joylarda darslar berib yurganmiz. Sizga ancha yoshligingizdan beri dars berib kelar ekansiz-da, institutda o'qiyotganingizdan. 2017 da boshlaganman-da, o'rtog'imni o'quv kursida. Lumus Education manba moliyani ro'parasida joy bo'lardi. U ham shunaqa tasodifiy bo'lib qolgan. Kompyuter turibdi. Ishlatyapsizlarmi? Yo'q, qilib boramiz deb boshlangan. Shuni ketidan keyin boshqa joylarda ishlaganman. Lumusda dars bergansiz, PGPda dars bergansiz, Najot ta'limda dars bergansiz, Mohirdevda kurslaringiz bor. So'z IT Education deganmi joy bo'lardi. O'sha yerda ozgina dars berganman. Ozgina, ko'p emas, Westga yaqin joyda edi. Onlayn o'zim bir orada naqib ko'rganman. Mayoq uzib turib, Podia degan platforma bo'lardi. Kurslarni management CMS ga o'xshash narsasi. O'shanda yozmoqchi bo'lganman. Shu ko'proq ish dars berishdan bo'lgan. Dars berish atrofidagi narsalardan bo'lgan. Shu oxirgi payt endi Apshit bahonasida bizneslarga programma qilib berish bo'lyapti. Hozir shogirdlaringiz haqida gaplashsak, nechta shogirdingiz bor? Nechta shogirdingiz deganda umumiy nechta odamga dars bergansiz
Deylik bir 120 tadan ortiq bo'lsa kerak, bir 150 tadan, Balki. 200 tadan. balki Balki. aniq bir sonni bilmadim. Chunki Mohir devda ko'rganlar bo'lgan kursi. Yo'q, Mohir dev deganlar video emas. 100%. 100% on sayt o'tilgan darslar. Masalan, Najot ta'limda, o'sha Lumusda, PGPda o'tganlarni hisoblaydigan bo'lsak, O'rtacha bitta guruhdan bitirib chiqqanlarni hisoblaymizmi? Yo, slotlarnimi? slotlarni hisoblaylik. Xo'p. Lumusda ko'p ham bo'lmagan, uzoq borsa 10 ta deylik. Kichkina xona edi. U endi biz havaskorchasiga boshlab ko'rganmiz. 10 ta deymiz. PDPda agar nechta guruh bitirtirganim esga kelmayapti. Oxirgi guruhga yarmidan ketganman men. 3 ta guruh agar 15 tadan desa 45 ta bo'lyapti. Najotda 5 ta standart guruh, adashmasam, keyin 2 ta 3 ta bootcamp o'tganman. Uni agar standart 10 tadan hisoblasak, o'rtacha 50 ta, mana bu yerda bootcamplarni o'rtachasini 15 deb hisoblasak, 100 tadan ortiq ekan. Shunaqa atrofda. Wow. Lekin bitta anaqasi bor. Hamma bitirib chiqqanlar masalan sohani ichida emas, bir xil o'rganib turib dasturchilikka qarab turib keyin logistikaga o'tib ketganlar bor. Yoki uni to'xtatib turib keyin yana qaytib kelganlar bor. Ya'ni o'zi kurslarni bitirib chiqadigan holati agar 50% bo'lsa, o'sha paytlarda desam gaplashganmiz bitiruvchilarni 50% odam bitirib chiqib, bu to'pani osmonga otdi degani. Lekin bu 50% ham hamma har xil holatda bitirish mumkin. Ustozation degan kanal bor YouTube'da. Ismoilman nimadir ismli bola. Ular yaqinda propaganda degan videolar bor. Bitta videolarini bir qismini ko'rib qoldim. U qanaqa ingliz tili kurslarini misolida aytganlar, uy qurishga taqqoslab. Birinchi darajadagi o'tish bali 86 bo'lsa, 80 yoki 80 ball bo'lsa, 80 ball bilan ikkinchi levelga o'tadi. Keyin uchinchi 80% bilan o'tadigan bo'lsa, ular uy qurish tushuntirdilar. Fundament 80% bitdi, birinchi qavatni quramiz. 80% bitdi, ikkinchi qavatni quramizda. Ya'ni katta son bilan ishlanganligi uchun, konveyer rejimida ishlanganligi uchun o'quv markazlar shu anaqaga tushgan, shu formatga tushgan. Ularda agar hamma o'quvchini ketkazib yuboradigan bo'lsa, unda olib qarasa, ularning formatida davom ettirib bo'lmaydi. Shuning uchun keyingisiga yetkazib olar yoki baribir odam o'qitdi degani, ikkinchi tomon o'rgandi degani bo'lmaydi. Hamma ham 100 olib keladigan bo'lsa, bu nima degani? Oldin bir qaysidir joyda aytganman bu misolni. Kursni bitirib chiqqan odam endi ringga chiqqan odam bo'ladi. Ungacha zalda tayinlangan boshqa bo'ladi, lekin zalda turib berish, ringda turib berish bor-da. Chunki u yoqda kutulmagan boshqa narsalar bo'ladi. O'quvchilardan papalab, mana bu narsani biladi, men ozgina qiyinroq qilib beraman imtihon degan narsalar bo'lmaydi-da. Ol xil shu. Har xil natijalar bo'lgan, yaxshilari bo'lgan, o'rtachasi ham bo'lgan, mundog'i ham bo'lgan, aralash. Zo'r natijaga erishganlar ham bor shogirdlaringiz orasida. IBMda ishlaydigan bolalar bor. Yo'q, mana bunaqa holat yana bitta, shu joyda bolalarni o'zligiga ham aytaman, disclaimer sifatida. Men front-endni alifbosini o'rgatganman, verstkanni. Undan keyin bolalar o'zligi Muhammad ustozda o'qishgan, Muhammadxon Najimovda. Yana hozir ham eng ko'zga ko'ringan bolalar bor-ku. Ular bagaj bilan kelgan bolalar. Usmon ham sizda o'qigan-a? Masudjonov. Ha. Hozir desam seniorlar, EPAMda senior. Usmon ham o'qiganlar o'sha front-end qismini, JS asoslari, HTML, CSS. Bolalarning o'zligini ichligidan harakat boshqa bo'lgan. Men o'zimga aloqador bo'lgan narsani o'rgatganman. Undan buyog'ini JavaScriptni chuqur o'rganish, backend va boshqa narsalarni keyingi ustozlardan o'rganishgan. Lekin umuman olganda baribir u bolalarga siz dars o'tgansiz. Nima desak bo'ladi? O'sha yozish kimdir o'rgatadi, kimdir harf o'rgatadi. Siz harf o'rgatgansiz, yozish kimdir o'rgatgan. Siz baribir ustoz bo'lib qolyapsiz. Shuning uchun aytayapman, sizni shogirdlaringiz orasida yaxshi, zo'r natijalarga erishgan odamlar bor deb. Bu baribir siz hissa qo'shgansiz-ku. Masalan, sizni o'rningizga masalan men kirib qolganimda, meni dars o'tishim yoqmaganda aytidan ketib qolarmidi balkim.
Shunaqasi ham bo'lishi mumkin-ku. Chunki meni o'zimni tajribamda shunaqa bo'lgan. Bitta odamni aniq ayta olaman shogirdlarim orasidan, agarda men emas, unga siz dars o'tganingizda u точно ketib qolardi. Format boshqa. U odamni tushunishi, muomalasi, muomala madaniyati sal boshqacharoq odam bo'lganda, masalan, boshqacha podxod shogirdlarim, qolganlari masalan, средний statistический odam deymizmi, o'rta miyoni o'zini yoshiga mos odam bo'ladigan bo'lsa, bitta shogirdim aynan ko'chadan kelgan nima desa bo'ladi? Brat kelganlar, bratga по-bratski dars o'tganman-da, ko'chaga chiqib ham tushuntirib, alohida gaplashib, yondashuv boshqacha bo'lganda. Shuning uchun ham ularga bu narsani aytayotganimning sababi yondashuv sizga shunchalik yondashuv bo'lganki, yaxshi dars o'tgansiz, ular baribir sizni fundamentingizdan narigi qismga o'tib, shu orqali dasturchi bo'lgandir balki. Sizda ham baribir hissangiz bor, siz ham qanaqadir darajada sababchisiz degan ma'noda aytayapman-da. U falonchi o'rgatgan, pistonchi o'rgatgan asosiy qismlarini deb aytishingiz baribir noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun asosiy sababchisi degan narsa yo'q. Bolalar o'shani o'rganib ketishgan menda. Okey, mayli. Bitta anaqasini yozganman oldin kanalda. O'quvchilarni chotki ish bilan chiqishi, zo'r muvaffaqiyatga erishishi, yaxshi oylikda ishlashini bitta zo'r foydasi bor. Pul kerak bo'lib qolsa qarz so'rab tursa bo'ladi. Shogirdlardan. Ha. Qoyil. Mendan nimagadir unaqa bo'lmagan, mendan naborot bo'ladi har doim. Bugungi mana shu videoyimizdan agarda ko'radigan bo'lsa, men bitta shogirdim bor, nima desa bo'ladi? Har doim kech qolib yuradigan bola, o'sha ham har doim nima desa bo'ladi, qarz so'rab turadi-da. Har doim yangi ishga kiradi, nimadir bo'ladi, ishga kech qolib borganidan keyin haydab yuborishadi. O'zi yaxshi programmist, kodni yozadi, vibe codingga hozirgi paytda yorib yuryapti. Lekin nima desa bo'ladi, disiplina tomonlama muammosi bor-da. Shuning uchun ham deadlinelarga ulgurmaydi, ishga bormay qoladi, ertalab juda kech uyg'onadi, kechasi bilan ish qilib chiqqan bo'lsa, bir kuni umuman ishga bormasligi mumkin-da. Shuning orqasidan haydalib ketadi-da, keyin yana qarzga kirib qoladi, finansiy chuqurga tushib qoladi-da, keyin bir yozib turadi, "Xononga pul berib turing." Berib turaman, keyin ishga kiradi, qarz qaytaradi, yana hayotini qaytadan noldan boshlagandan keyin yana anaqa bo'ladi. Muammo bo'lib qoladi. Okey, shogirdlar haqida gaplashdik. Mayli, siz o'zingiz fikringizda qoling, men o'zimning fikrimda qolaman. Shogirdlar chiqargansiz, masalan, men kamera orqasida ham shogirdlarim o'tiribdi. Siz dars o'tayotganingizda shogirdlar bilan ishlashda qanaqa muammolaringiz bo'lgan o'zi? Masalan, tilini topa olmaslikmi? Masalan, men ikkita guruh olgan bo'lsam, Najot ta'limga kelganda birinchi guruhimda gapiryapman, hazillayapman, ular kulishyapti, ha, hi. Yumor bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz erkin his qilasiz, tushunishadigan bo'lsa, u yumoringizni oson dars o'tasiz. Bitta to'lqinga tushib olganingizdan keyin ikkinchi guruhga kiryapman, xuddi o'sha formatda, xuddi o'sha mavzuni o'tyapman, xuddi o'sha hazillar ketyapti. Lekin ular jimda hech kim kulgani yo'q deb bundoq qarayapman-da, guruhga mana ichimga bundoq alaqada bo'ladi-yu, Tom Jerry qiladi-yu. Nimaga bular meni hazilimga kulmayapti degan. U guruh bilan chiqishib ketishimga juda vaqt ketgan, juda ko'p vaqt ketgan. Sekin ular meni tushunishni boshlashgan. Men ular tushunadigan hazillarni qilishni boshlaganman. Yo men ularni aniq darajasiga chiqqanman, yo ular men darajamga tushishganda, shunaqa qilib to'g'ri bo'lib ketgan. O'sha aytganimdek har xil boshqa sohadan gumanitar odamlar kelgan, masalan, kechaga ham tur sotib oldim deb kelgan odamlar bo'lgan. Bitta o'quvchimiz bo'lardilar. Green kartalari chiqib qolib ketib qolganlar-da. Bir oydan keyin, 2 oydan keyin green kartalari chiqib ketib qolgan. Ungacha dars o'tayotganimizda men kompyuter ishlatishni bilmayman. Kecha kompyuter olib keldim. Zo'r kompyuter olganlar, lekin qimmat kompyuter olib kelganlar-da. Men kecha kompyuter oldim, bilmayman qanaqa qilib ishlatishni. Nima qilay? Paint'da ochishni bilishmaydi. Masalan, Google'dan rasm qidirishni bilishmaydi, lekin shunaqa odamlar ham kelib, dasturchi bo'lib ketdi-da. Qiyinchilik nima desa bo'ladi? Menda hamma odamni darajasi har xilligida bo'lgan. Sizda masalan kelganingizda qanaqadir nima desa bo'ladi? Muammoli bo'lganmi, yo muammoli o'quvchilar bo'lganmi? Shu haqida gapirib bera olasizmi? O'zim tayinlanolmagan qaysidir qitmirroq mavzular bo'lsa, o'shanda menda qiyinchilik bo'lardi. Masalan, CSSda positioning bo'yicha. Uni
Ya'ni qaysidir mavzularni men o'rgatib yengil o'rgatib tashlaydigan darajada yaxshi chuqur ichiga kirmagan bo'lganman. Xo'p, keyin bir vaqt o'zida bir nechta guruh bo'lib qolsa, o'sha payt charchoq bilingan holatlari bo'ladi. Ya'ni odam rutinaning ichida keyingi guruhga bir narsani ulgura olaman desangiz, o'xshamay qoladi. Keyin qaysidir mavzularda meni o'zim ko'proq narsaga ulgurib olishimiz kerak deb o'tib olgan bo'lsam, qiynalish bo'ladi. Chunki guruhda aytganingizdek, ko'zdagi chiroq o'chib qolgan bo'ladi-da. Mana buni qilib olamiz, buni qilib olamiz, mana buni desangiz, bolalar ichida to'shna men zapisdan ko'rib olaman degan yondashuvda o'tirgan bo'lishadi. Shu JS mavzularida qiynalishim mumkin edi. Qolganlari plus minus okey. Agar qaysidir mavzuga yangi maket tanlagan bo'lsam, uni hali mehr bilan bemalol boshdan oxirigacha qilmagan bo'lsam, najdan tushib qolgan paytlari o'shanisi qiyin bo'lardi. Hop. Aynan o'quvchilar bilan bo'lgan muammolarchi? Siz hozir mavzular bo'yicha aytyapsiz, o'quvchilar bilan shuni tushunmovchiliklar, ular masalan tushunmay qolishgan yoki qanaqadir o'quvchilaringiz bo'lganda bitta mavzu, bitta narsani 5-6 marta tushuntirib bersangiz ham tushunmaydi. Shunaqa holatlar bo'lgan. Yo nima desa bo'ladi? Konfliktga borganmisiz? Unaqa narsalar bo'lmaganmi hech? Imtihonlarda ko'p endi umumiy qiziqib yoki mavzuga qiynaladigan bolalar bo'lsa, imtihonlardan keyingisiga o'tishmagan holatlar bo'lgan. Keyin qiziqmaydigan bolalar uydagilarni qaysidir ma'noda tavsiya majburlashi tomonidan kelganda ularga moslashish qiyinchiligi bo'lgan. Xo'p. Yo'q, qolgani sog' bo'lishsa hammaligi nima deydi? Yaxshi kelishib boshqa qilib, bir xil guruhda ochuv bo'ladi. Misol bitta guruhda 10 tomon o'tiradigan bolalar bo'lgan. O'ziga hozir agar ko'rishsa vaqtliga yetib, bitta hazil bo'lsa, cho'tga ketardi. Bu yoqda masalan Bahodir darsdan tinmaydigan, davay berman, o'rganaman degan bo'lib turardilar. Yo'q. Hozir aniq bir ism kelmayapti. Muammo bo'lib qolib, holatlar esingizda yo'q. Bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi katta ehtimol hammada bo'ladi. Hozir aniq bir vaziyatda eslamayapman. Yo'q, hozir. Tushunarli. Nima savol bersam bo'lar ekan? Bo'pti. Hozir bu joyda qirqib yuboramiz. Menimcha bitta tekshirib ola qolaylik, tinchgina. Bo'ldi. Biza kichkina nima desa bo'ladi? Intermission deydimi? Chaq. Mana bu narsamiz. Hozir soatimni to'g'rilab olay boshqatdan. Chaq keldi. Yo'q, jonni kestiramiz. Biz bitta dam olib keldik. Hamma narsalarimizni yana bitta zaryadkaga qo'yib, zaryadkalarni almashtirib dam olib keldik. Endi nima haqida gaplashamiz deydigan bo'lsak, men o'yladim. Mana boshida gapirdik, post yozmayapsiz, kanal nomini o'zgartirdingiz, mayoq uziydi, yangi logotiplar qo'ydingiz shu paytda boshidagidan keyin. Hech narsa yozmayapsiz. Nimaga yozmayapsiz o'zi? Shu narsa haqida gaplashaylik birinchi o'rinda. Vaqt yo'q, yozadigan narsa yo'q. Vaqt yozadigan narsa qanaqa bir xillarda kelib qolsa, MJ degan kanalga internetdan topib qolgan memlarni tashlab turaman-da. Zo'r wow effekt beradigan ma'noli narsalar bo'lsa yoki yaxshi hazil bo'lsa, asosiy kanalga ham tashlayman. Ya'ni ularda zo'r ifodalar bergan bo'ladi, fikri qisqa lo'nda, yaxshi. O'zim yozmayotganim hozir yozaman desam texnik mavzu. Abshitda qilgan boshqalarim bo'yicha yozishim mumkin. Ular lekin yozilganda ko'p ham auditoriya qabul qilmaydigan, ya'ni ko'p ham o'qilmaydigan, ishi ichida, sohaning ichida bo'lgan odam o'qishi mumkin bo'lgan mavzular. Umumiy sohada yozmayotganim sababi yozishga deyarli mavzu ham yo'q. Ya'ni anaqa buni olmani ko'rsatib, bu olma. Keyingi songacha deb aytadigan narsani o'ylab qolasiz-da. Keyin yana oldingidagi oldin ko'p eventlarga borib, tadbirlarga odam mana ko'raman deb qiziqib yurgan paytlari bo'lardi. Nimadir mavzu topilardi. Hozir unchalik ham emas. Ya'ni nima odatda odamlar nima yozishi mumkin? Ishidagi tajribasi boshqasi. Lekin u bo'yicha ham menda faqat texnik bilim, boshqa kino boshqa narsalar haqida yozib qolishim mumkin o'rtada. Yaxshi esda qolarli bu narsasi bo'lsa.
shu yozishga ko'p vaqtdan ham tashqari yozishga arzirli narsa bo'lmayapti deb o'ylayapman. Hozir kino haqida gapirdingiz-ku. Osmondagi bolalar aytadi-yu. Falonchaga nega anchadan beri kino olmaysiz? Asar yo'q deydi-yu. Shunga o'xshagan idea keldi menga. Asar yo'q. Hoji Akbar Nurmatov. Hoji Akbar Nurmatov. O'sha narsa hayolimga keldi. Men ham bir yozaman, ketma-ket yozishni boshlayman. Bir hafta, 2 hafta har kun narsa yozaman. Bir anaqa qilaman, yozmay qo'yaman. Ketdi-da, shun bilan nima desa bo'ladi. Uzoq vaqt yozmay ketaman-da. Hozirgi paytda ja bo'lmasa qo'shimcha kanalimga nimadir yozib turishga harakat qilaman. Deyli u texnik narsa yo'q, sohaga oid umuman narsasi yo'q. Shunchaki nima desa bo'ladi, xayolingiz, fikrlaringiz, masalan, ko'cha changmi, chang haqida yoziladi. Masalan, Malikiga bordim, kiydirib yuborishmoqchi bo'lishdim, u haqida yozaman. Shunaqa narsalarda. Ayting. Kanal Tatalning misol uchun qaysidir anaqa sotuv yoki kurs joylari bo'lsa, ularni borligini bildirib turish uchun kontent qilib turish kerak-da. Bu ularning majburiyati. Kanal men degan Tatalning o'zimga aloqador narsa bo'lganligi uchun shu uchun ham turibdi. Ya'ni uni orqasidan pul ishlamagingiz uchun harakat ham yo'q-da, ortiqcha. Masalan, majburlab yozmaysiz, kelganda yozasiz. Ha, majburlab yozadigan narsa ham yo'q-da. Oldin o'sha mayoq nomida bo'lardi. Kursga aloqador, texnologiyaga aloqador bu narsalarni topib, tarjima qilib yozadigan bo'lsam. Boshqasi qolmadi. O'zim random xohlagan paytim yozib qo'yganligim uchun ham o'zim Muhammad Javohir qisqartmasiga o'tkazib olganman nomini. Mavzu yo'q. Mavzu bo'ladigan bo'lsa, agar haqiqatda yoqqan bu narsalar bo'lsa, o'shani ulashib turaman. Keyin kimdir iltimos qilsa ulashib turadilar, chunki biz ham iltimos qilib turamiz bir-bir. Unda ham masalan oldin tadbir, boshqa yig'ilishlarga qiziqish bo'lib o'zim ham borardim. Bunaqa bo'lyapti, bunaqa bo'lyapti deb aytardim. Ko'pdan beri o'zim ham bormayapman. Bu kim ulashadigan shuna tadbir bo'lyapti, boshqa bo'lyapti, omma tanisin, ko'rsin deb o'z yozishlar ancha kam, oldingiga qaraganda islishkim kam. Yozishganligida ham oldingi entuziazm, ishtiyoq edi. Ishtiyoq yo'q, hazil video boshqalarda bo'ladi. Yoshim o'tgandan keyin tipa tug'ilgan kuningni nishonlashingiz oldin deb o'tgan bo'lsa keyin deydi. O'shana holat. Ya'ni shunaqa bo'layotgan ekan. Kerak bo'lsa boraydi yoki yo'q. Ya'ni o'sha bu yog'i hammasi parashyutu degan atama bor-ku. Ya'ni kerak bo'lsa okey yoki yo'q. Shu keyin misol uchun bitta joyga masalan do'konga borishadi. Nima uchun borasizlar yoki nega bu do'konni tanlaysizlar degan savol boshqalar bo'lsa, men o'zimning hayolimda men bu tanlamayman. Shu prosta to'g'ri kelib qoldi, shu yerdan oldim yoki boshqa. Anaqasi hozir men qamarda ishlayman, bir ba'zida so'rashadi, aprosnik so'rovnomani qilishadi ko'chada, nega qamarni tanlaysiz deysa, nuqta boshqasi yoqadi deyshadi. Lekin meni o'zimda masalan qanaqadir bittasini boshqasidan ustun ko'rish degan narsa yo'q. Ya'ni qaysi kitoblar o'tda borligini, qaysi bu o'tda borligini bilaman. Zarurat bo'lib yo'lchisi boshqa joydan ham olishi mumkin. Ya'ni bitta joyga xos anaqa qilib qolish degan narsasi yo'q. Bog'lanib qolish degani. Shu masalan endi mana UzGeeks bo'ldi. Undagi mavzu boshqa narsalari yoqqandek tuyulyapti. Keyin yana UzGeeksdan keyin baraka topishsin, sog' bo'lishsin, UzGeeks asoschilari dinozavr akalar bilan yig'ilishdan oshga ham yetib qolib, shu yerga ham bordim. U yoqda ham maza qilib gaplashdi odam. Ya'ni ancha yengil tortib oldi deb aytsa bo'ladi, chunki ko'pincha JavaScriptchilar har ikkita guruhdan bittasida yozishim mumkin yoki kontrol gruppamiz bor. O'zim ko'pdan beri o'ynamayman, tayinli ham o'ynamayman o'zi. O'zi o'ynashadimi o'tda? Deyarli har kuni o'ynashadi. Meni ham qo'shib qo'yinglar. Discordga qo'shib qo'yishsak bo'ladi, xohlasa. Discordda muammo yo'q. Discord anaqa bemalolchilik o'tdi. Hammani unday olib qarasa, palonchi aytadi-yu, qiz bola bir-biri bilan qanaqa o'rtoq bo'ladi, o'g'il bola qanaqa o'rtoq bo'ladi. Nimadir bo'lib o'rtoq bo'lib qolgan, hamma tanish bo'lib ketgan shunaqa. Telegramiga qo'shmaysizlar deyman. Yo'q, u anaqa uni asoschilari boshqalar, tepadigilar. Mana palonchining pistonchisi bo'lib
Okey. Yozib qo'yamiz. Yozib qo'yamiz. Yo, men asoschisi deganda Muhammad ha. Nima desa bo'ladi? Yo, u. Endi shunday prikol desam, nima desa bo'ladi, Muhammad Diyor emas. Kim ochganligi примерно bilaman-da, o'shancha unga yozarman, mayli degan ma'noda aytdim. Okey. Kanalingiz haqida gaplashdik, nimaga yozmayotganingiz haqida. Shu kanalingizni shu paytgacha yozganingiz nimalargadir foyda berganmi sizga hech? Deylik, kurs sotuvidan tashqarida, sotuvdan tashqari nimalargadir yordam berganmi hayotingizda? Masalan, ko'chada ketib o'tganingizda, "Voy, siz men palonchimisiz?" deganmi yo kimdir? Yo masalan, tadbirga borganingizda shunaqa bo'lganmi? Nomingizni chiqarishga yordam berganmi yo nimadir ishingizni hal qilishga osonroq bo'lganmi? Deylik, menga yordam bu narsa so'rayotgan, menga uylanishga yordam bergan kanal. Kanalimda yozganman bu narsa haqida. Sizga o'sha o'zini oqlab, nechidir karra oqlab o'tdi-da o'sha. Shunaqa. Yo, menda yaxshi ice breaker bo'lishi mumkin. Ya'ni bu kim bilan anaqa o'tganda, "Bunaqa desanu. Falonchi, pistonchi" deydi-yu. Shunaqa yordam berish mumkin, lekin juda noodatiy boshqa narsa bo'lmagan. O'zim uchun o'zim qiziqishimga boshqaga yozardim. Ammo internetdagi video qilgan paytlarim Ziloliddin aka borlar. Ziloliddin Husayn anaqa deydi, Ziko i5. Viewni anaqasida bo'lmagan community'da. Ular masalan boshda Tasixga videoni alohida, YouTube'ga alohida qo'ygan paytlar, ular zo'r feedbacklar beradilar. Nega mana ishlatyapsan, nega float ishlatyapsan, flexga o'tmading degan narsalarni o'sha boshda. Ya'ni tanish orttirishga yaxshi hamfikrlarni yoki noto'g'ri narsa ketib qolsa, o'ngga chap ketib turadiganlarni topishga yordam beradi. Qolgani yo'q. Hozir mana joyida ko'ring, Telegramda bir narsa pul ishlaydi deb aytgan-u, anaqachi. Telegram ads o'zidan kanalga statistikada chiqadi-yu. Hozir ko'raman. Necha sentingiz bor? Hozir. Kimni o'qib turib, statistika. 106 toningiz bor ekan. Bu 1.62 dollar ekan. Wow. Boy ekan. Menda kamroqman. $1 ga yetmagan ham. Endi kanal yurg'izilmaydi o'zi. Hozir yurg'izilgan kanaldan qanaqa farqi bor? Ya'ni chill bemalolchilikni. Shu tomondan zo'r foydasi bor. Ya'ni biron bir masalada boshqalarning fikrini olishga, ya'ni u kanalingizga, kontentingizni ko'rishga o'zingizni atrofingizdagilardan boshqa muhitdan odam kirsa zo'rda, yangi fikr beradi. Va men mana desaganman degan fikr bo'lsa, qatta degan narsani o'zingizga tushunib olasiz. Yoki masalaga boshqa tomonlama qarashni ko'rasiz. Biznes tomondan, biznes qanaqa ish bo'yicha mana bunaqa variantlar ham bor ekan degan narsa keladi. Shuni foydasi bor. Ham yana o'zini ifodalashga yaxshi narsa. Dardingizni aytsangiz bo'ladi kanalda. Masalan, tavsiya qilmayman. Tavsiya qilmayman anaqa. Nega? Haligi oyim chakishim bilib qoladigan narsachi. O'sha tomonlama. Umumiy blitz ko'rinishida u bitta o'tgan fikr boshqalarni bitta qilib yozib olsangiz, bu yaxshi. Shu. Lekin kontent uchun yuritiladigandan ko'ra bunisi kamdan yozib turiladi. Ham yaxshi tomoni mavzu kelib qolsa boshqa bo'lsa, masalan Jahongir akada anaqa umumiy mavzu bor. Kahogi nimaligini bilishadi. Keyin Shrek qarab qo'yishi, yugurib ketayotgan qora bola nimaligini biladi. O'zaro hazil aniq. Hozir yaqindan shapat berib yuboraymi degan qo'shimcha hazil. Shunaqa. Filmning hazili. Shunaqa o'zini lore inglizda lore deb yoziladi-yu. O'shanisi aniq qilish boshlaydi. Shu tomondan qiziq. Zo'r. Kanalingizni ochganingizga ham o'zi ancha bo'lgan bo'lsa kerak. Siz birinchilardan bo'lib nima desa bo'ladi? Mana shu razraботчикларning orasida, dasturchilarning orasida birinchilardan bo'lib ochgansiz. Menimcha kanalni. Shu video kurs qilaman deb chet eldagi. Men masalan birinchi bo'lib siznikini ko'rganman-da. Undan keyin qolganlarnikini ko'rganman. Balki o'zbek dasturchilarining kanallarini Farhod akaniki bo'lgan. Yo'q, aynan Telegramni aytayapman. YouTube'da bor edi. YouTube'da masalan men o'sha paytda litseyda 2013-yilda o'qiyotgan paytimda ham Adobe Dreamweaver'da veb-sayt qilish bo'yicha ham videolar bo'lardi-da.
Telegramda masalan siznikini birinchi bo'lib ko'rganman-da. Chunki har xil joylardan kelganda. O'sha boshida qattiq ishtiyoq bor edi-da. Shunaqa qilaman, bunaqa bo'ladi degan harakatlarni, postlarni alohida yozardim. Oldin Telegramda izoh yozish yo'q edi kanalda. Nimadir bot bilan kommentlar ochilardi. Ana reaksiyalar ham yo'q edi-da, unga ham bot qo'shilardi. Shunchaki vaqtini oldindan belgilab keyin chiqadigan qilib qo'yish ham yo'q edi-da. Nimadir instrumentlar bo'lardi. Qo'l bola o'shalar orqali qilinardi bot bilan ulab. Votinglar ham alohida bo'lardi. Qanday davrlar edi. Yosh edik. Ya qiziq edi-da, mana shunaqa bo'lishi kerak deb odam harakat qilib ko'rardi. Zo'r edi. Texnoman oldindan bo'lgan, Telegram yuritilishi ham, sayt yuritilishi ham. Endi men anaqa o'zbek tilli kontentni o'zi kam ko'rganim uchun bor variantlarni unchalik xabarim bo'lmagan. Ingliz tilida, boshida ingliz tilini ko'rardim. Mana bunaqa bitta narsa bor. Xato narsa. Bu tildagi kontent narigisdan sifatliroq, yaxshiroq degan tushuncha bo'ladi-yu. Menda boshida shunaqa bo'lgan, faqat ingliz tilli kontentni ko'raman degan narsada. Keyin, misol rus tilligini ham, keyin o'zbek tilidagi ham, qaysi biri zo'r bergan bo'lsa, o'shansini ko'radigan bo'lganman. Oldin birinchi ingliz tilini qidirib ko'raman. Bo'lmasa men yo'qdigilarning videosini sifati bundoqroq yoki bunisi bundoqroq deb bitardim. Hozir vaqt farqi yo'q. Bir xilda bo'ladi. Odam til bilgan, qaysidir ma'lumotni qaysi tilda o'qigan ham esda bo'lmay qoladi-da. Shu tomondan yaxshi. Hozir til biladigan bolalar ko'rayotgan bo'lsa, ingliz tili, rus tilida ajratib turmasdan bosib urish kerak. Bu tomondan aytadigan bo'lsangiz, men ham aksariyat kontentni rus tilida ko'raman-da. Ingliz tilini ko'rmaysanmi? Kimdir aytadi, yangi telefon chiqadigan bo'lsa, unpacking qilishadi. Masalan, ko'plar ingliz tilini biladiganlar nima desa bo'ladi? Unbox therapy MKBHD ni ko'radi. Ularni ko'rishadi-da. Men ularni ko'rmayman. Juda zerikarli beradi. Men uchun juda zerikarli bo'ladi. Sizda Wilsacom? Rozetketni ko'raman men. Protect degan bitta Belarus bolaning kanali bor, o'shani ko'raman-da. Wilsacom har doim ham emas. Oldin ko'p ko'rardim, nima desa bo'ladi. Shu nom esda qolib ketgan. Mo'g'irda ham chiqib turadi-yu. Nima desa bo'ladi? Protect juda qisqa gapiradi. Qisqacha tushuntirib beradi, hammasini chotki po polочкам taxlab beradi. Rozetket umumiy ощущениyalarni aytadi, generalroq qilib aytadi. Wilsacom oxirgi paytda faqat Chinese masalan bitta iPhone obzori 40 minut hayotimni men o'zini siqilayotganini chollar bitta yosh katta bo'lib qolgan okan siqilib qolishiga sarflayman. Shunaqa bo'lib qoldi. Shuning ham nima desa bo'ladi? MKBHD yo unboxing therapyni menga nima desa bo'ladi? Juda ham zerikarli tuyuladi. Balki ularning anonsini tushunmasman. Ularning baribir ko'proq texnik qismiga kirishib ketadi-da. Ko'proq texnik. Men oldin anaqalarni qoldirmasdan ko'rardim. David Tudi degani bor edi. Xitoymi, Koreyami, Amerikada turadigan kishi o'shani videolarini mana bunaqa notebooklar chiqdi deb ko'rardim. Keyin ruslarda 808 bor. Poyezdda yuradigan okean narxlarni bilib yuradigan. Juda texnik edi oldin. Boshdami dotda? Boshi juda texnik edi, hozir 808. Okey, nima bo'lsa hammasi obzor qilib ketaveradi. Uni videosini qoldirmasdan ko'rardim, u ham qolib ketdi. Kontent ko'rish masalasiga o'tib ketganimizga moslarni aytaman. Perkins Builder Brothers degani bor. U qurishadi Amerikada. O'shalar jarayonni ko'rsatadi. Men time lapse videosidan qiziqib ko'rgan edim-da. 60 dan nechada seriyasi chiqsa bittasini bitta ko'rganman. Qiziq, yaxshi berishadi, zo'r podacha. Bizda ham shunaqa qilarmikan, odamlar qurilishda deb o'ylab qoladi-da. Bitta uyi masalan qurdi-da, keyin ichiga qanaqadir tutun sifat narsani qamadi. Teshuv joyi yo'qmi, izolyatsiya buzilmaganmi deb tekshirishga-da. Ular endi ham yog'ochdan quradi. Nega yog'ochdan quradi deb o'ylaydi odam. Ular men uchun narxini arzonroq bo'lishi uchun bo'ladigan narsasini zo'r ko'rinadi. Ular ham hozir anaqa bo'lib qolgan. Kontent ko'rish bir mahal qaysi o'zining mavsumida qoldirmasdan ko'radigan narsalarim qolib ketgan. Hozir kinolar preskazini ko'rishim mumkin. Preskani yangi kino chiqdi. Bu ham 11 minutmi, uzoq 15 minutlik preskazi bo'ladi. Seriallarniki yarim soat yoki 40 minutlik. Uni men Kicksda ko'raman kamida. Kontent ko'p. Ko'rsa bo'ladigan boshqa. Keyin o'zi foydali bo'ladi degan kontentlardan kam. Ya'ni o'rganilgan narsa ham boshqa ham, chunki hozirgi holatda o'sha kerak bo'lgan ma'lumot bor, qilishim kerak bo'lgan ishda shunchaki amal qilishim kerak, amalda qo'llashim kerak bo'lgan holat bo'lib qolgan. Ko'proq endi kino boshqa animelar bo'lsa,
vaqt ajratadiganim anime, manga o'qiyman. Hop, shu joyda disclaimer. Bu anime, mangani o'qiladigan chaqiruv boshqa narsa emas. Ularni odatda alohida tanlab, filtrlab o'qish kerak, chunki targ'ibot yomon bo'lishi mumkin. O'ta yomon anaqalari ham bor-da. Ya'ni diniy tomonlama to'g'ri kelmaydigan ham, tarbiyaviy tomondan to'g'ri kelmaydiganlari ham bor. Shuning uchun imkoni bo'lsa, anime emas, boshqa domlanmasmi desam. Yo'q, u boshqa, u totalniy unaqa emas deysiz-ku. Endi animeda unaqa narsa bor. Boshqa tanishlarga aytib ko'rganim, Naruto degani eng mashhurlaridan. Narutoda qaysidir hayvonni chaqirish usuli bor. Chaqirish uchun nima qiladi? Qo'lini ishlab qon chiqaradi-da. Tipa mini qurbonlik qilayotgan bo'ladi. Uni chaqirishga. Ya'ni bu bizning anaqaga to'g'ri kelmaydi. Shunisi bor. Undan tashqari ularni sintoizm bir narsa degan yaponlarni hammanasidan xudo yasab oladigan narxasi bor, yondashuvi. O'sha tomonlama ehtiyot bo'lish kerak. Chunki unga ishonib qo'yib ketadigan bo'lsangiz, уже fundamentingiz buzilish boshlaydi. Shunisi bor, lekin ularda zo'r tomoni animelarni syujetlari juda ham qiziq. Nima bo'lar ekan deysiz, dan degani chiqdi-da. Bunda ham o'sha har balosi bor. Nima chakyaptiki, uni muallifi bunaqangi darajada xayoli kelib qoldi bo'laysiz-da. Keyin yana yaxshilari Vetralom degani chiqdi. U hali beri yana nechadir yil davom etsa kerak. Orada yoki 2 haftada, yoki har haftalik, yoki bir oyda bir chiqadiganlari bor-da. Ulardan o'smir yoshdagi bolalarni yoki odam o'zini tutishi, hissiyot, jamoaviy ishlash, shunaqalar bo'yicha yaxshi kontent bergani bor. Vetralom zo'r chiqdi-da, bitta endi arkasida tipa hozir jinslar bo'yicha jinsanga narsalar bor-ku. O'shanga mos bo'lgan arka chiqarib qo'ydi, uni tamam. Qolganlari zo'r ketyapti-da. Men bolalar bir-birini tushunish, uni konteksti qanaqa? Tasavvur qiling, qaysidir mahallada bitta o'qish bor-da. Faqat 2 kishi ko'cha bezorilar o'qiydi degan tasavvur bo'lgan bo'ladi-da. Qaysidir yildan keyin ular haqiqatda har kuni ishkal bo'ladi ularda. O'zgarish bo'ladi. U qanaqa? Yodiy bolalar o'sha maktab kollejda bolalar deylik. Kollejda bolalar mahallaga yordam berish boshlashadi. Bu mahalla toza mahalla. Odamlarga tegmalaring, biz qarashib olamiz, uydagi ishi bo'lsin, boshqa bo'lsin deydi-da. Totalniy o'zgargan bo'ladi. Bittani ishkal yoqtiradigan bola o'sha ko'cha bezorilarga borib turib, eng zo'ri bo'laman deb borganda o'zgarish jarayonini ko'rsatib bergan. Zo'r anaqa yondashuvni qilgan. Keyin yana voleybol degani bor. Bu oddiy hech qanaqa fantastikasiz. Real voleybol o'yini haqida. Unda bitta o'smir bola, ularda nima bo'ladi? Mana chet elda ko'pincha darsdan tashqari Amerika futbolini o'ynasa, boshqa bo'lsa, o'shalarga urg'u berishadi-yu. Ularda ham voleybol to'garagiga qatnashadi. To'garagiga qatnashadigan bolalar o'rganib, yondashuvi, bir-biri bilan to'g'ri muomala qilish, raqobatga zo'r qarash ko'rsatadi. Bir xilda bo'ladi, odam o'ylaydi, palonchi yutib ketdi, boshqa bo'lsa, ichida qiziydi-yu. Unda bitta joyda zo'rini ko'rsatib bergan. Anaqa zo'r o'yin ketyapti-da. Qiziyotgan nari tomondagilar boshqa qahramonni raqib komandasidagilar sog'lom raqobatdan maza qilayotgan, kayf olayotganini ko'rsatib bergan joyi bor. Qiziq, syujet tomoni. Tarbiyaviy animelar ko'rarkansiz-da, shunda to'g'rimi? Har xili bor. Misol otilmaydi uni Sakamoto Days degani bor, sobiq killer. Bitta qiz yaxshi ko'rib qoladi, uni sharti bo'ldi, odam o'ldirmaysan degan bo'ladi. Bo'ldi, o'sha oilaviy, yaxshi yashab yurgan payti bir o'zgaradi, hamma unga qarshi bo'lib qoladi. O'shani ketidan killerlarning dunyosini ko'rsatib bergani bor. Boruto degani bor. Bu Narutoning o'g'li haqidagi. Uni dunyosi. U ninjalar boshqalar, просто syujeti qiziq, qanaqa yurgan degan narsasi bor. Spy X Family degani bor. Uni ham syujet qiziq. Ota josus bo'ladi. Ona anaqa bo'ladi, killer bo'ladi. Qiz o'sha diddomdan bolalar uyidan anaqa bilan telepat bo'ladi. Ular tipa bitta oila qilib turib, hamma o'zini missiyasi bilan yashayotganlar bo'ladi. Qiz ota-ona uysiz qolib ketmaydi deydi. Ota shpion bu uchun men bu qizim uchun. Eng qizig'i qiz telepat bo'lsa ham ahmoq bo'ladi. Ota-ona ham o'sha legendani saqlab qolishimiz kerak, oiladagi ko'rinishimiz kerak deb turib, hali beri necha yuz qanchadir anaqadan biri, filmdan biri bir-birini anaqa xitlab qolgan edi. Qanaqa bo'lar ekan deb kuzatasiz-da. Yondashuv mana. Shu bor. Shu dan degani bor, u mistika bilan anaqani aralashmasa.
o'zga sayyoraliklar haqidagi narsalarni aralashmasa, u prostani ko'ngil xushlik uchun ko'rsa bo'ladigan. Manda nima bo'ladi? O'sha bir haftada bir chiqadigan bo'lsa, uni 5 minutda o'qib qo'yasiz, komiksni o'qib chiqasiz. Okey, endi keyingi haftani kutamiz yoki keyingi oyni kutamiz deysiz, ketaveradi u yog'i. Menda anime haqida gaplashdik, endi sekin yana o'zimiz anaqamizga, mavzumizga qaytadigan bo'lsak. Hozir bir daqiqa. Bo'ldi. Bemalol. Bo'pti. UzGeeks haqida gapirdik-ku boya. UzGeeksni o'zi kim ochgan? Men kecha tadbirga bormoqchi bo'ldim, uxlab qolman. Kim ochgan? Kim asoschilaridan? Men taniymanmi yo tanimaymanmi? Kimlar bor? Men bilganlarim o'sha Saydolim aka, Aziz aka, Alisher akalar eng boshidan biri qatnashadiganlarni taniydiganlarimda. Uni anaqa. Uni choyxona sifatidami boshlaganmiz deyishgan. Ya'ni masalan tajriba almashishlik boshqa deb aytilgan, ketidan tadbirlarga ulanib ketgandek. Oldin tatuda bo'lib turardi, Hind bir narsa xonasida. Tatu degisiga menimcha bir marta borganman qachondir. Bir tepadagi anaqa faollar zalimi, tadbirlar zalida ham bo'lgan, keyin kichkina xonada ham bo'lgan. Husniddin borganlar o'sha kichkina xonada ikkisini o'shani eslayman. Ancha oldin boshlangan, ya'ni qiziqish boshqaga. Hozir masalan yangi komanda bo'lsa, hamjamiyat uchun biron bir spikerlarni chaqirib, nimadir eventda qilishga bir kishi bor, Bahriddin degan bola borlar. Yana o'sha yosh katta tajribali akalardagi komandalar bo'lsa, sekin-sekin UzGeeks avlod-avlodga o'tib, ana qiladigan holatda bo'ladi. U qanaqadir sentralizovanniy boshlig'i yo'q community bo'lib qolyapti-da shunda. Masalan, bizlarnikida aniq liderimiz bor, o'sha bilan kelishib hamma narsamizni nimadir ish qilamiz. Bu yoqda davaychi event qilamiz. Bu yoqda okalar bor, bu yoqda anaqalar bor. Bu haqiqiy community ekanda. Ularda naqa o'zbekcha boshlangan deb aytishgan, men to'g'ri eslayotgan bo'lsam, shu choyxona bo'lgan, keyin kattalashganda. Ya'ni hammasi yaxshi narsalar o'zbeklarda. Uni o'sha kontent boshqasi nimadir foydali narsa qolsin, yozilib qolsin deb aytishadi. Hozir misol to'g'ridan-to'g'ri efir bo'lmayotgan bo'lsa ham, menimcha har safar yozib olishadi eventlarni. Keyin bir anaqa qilish uchun, menimcha mana shu yili doimiylikni saqlab qolish uchun masalan falon instrument PHP oyi, misol DevOps oyi deb o'shanga mos bo'lgan mavzularni yig'ishadi. Ya'ni ko'ngillilar bo'lsa, nutqqa chiqishga, ma'ruzaga zo'r narsa. Tajriba almashib olishga, networkingga. Hozir IT Park ham shu raqamli texnologiyalar vazirligi ham yordam beryapti shekilli. O'sha zalda bo'ldi. IT Park zalda bo'ldi. Katta event bo'lib o'tyapti-da, oldingiga nisbatan chiroyli joylarda yaxshi anaqalar bilan. Oldin ham tatuda bo'lardi. Xususiy joylarda menimcha bo'lmagan. Ya'ni agar nimadir xarajat boshqasi bo'lsa, odatda o'sha komandadagilar o'zligi, men uni tashkillashtiruvchi anaqada yo'qman, guruhda. Hammasini o'zligi yonligidan qilib, ya'ni homiylik emasda, mana bu joy uchun o'sha davlat tashkiloti yoki boshqa narsalarga tatuni ko'pchilik o'zi anaqa tatuda tanishlar boshqa ham ko'p. Shular orqali chiqibmi yo'lga qo'yishardi-da. Hozir o'sha raqamli texnologiyalar anaqasidami bo'lyapti. Nechtadir galdan birada. Anchadan beri bo'lyapti. Постоянный oxirgi 1 yildan beri menimcha o'sha yerda bo'lyapti-yu. Bu endi vazirlikning o'ziga ham plusda. Ya'ni nimadir ish qilayotgan bo'lsa o'sha ko'rinadi-da. Bizda ham xuddi shunaqa, biz ham eventimizni u yoqga sig'adigan bo'lsak, albatta ularga yozamiz-da. Ular hech qachon yozishmaydi. Hamma texnikalarni ham qilib berishadi. Videoga olish kerak bo'lsa, rasmga olib berish kerak bo'lsa, rasmga ham olib berishadi, postlar ham qo'yib berishadi. Shuning uchun ham nima desa bo'ladi. Zo'r, agarda ko'radiganlar bo'lsa, rahmat sizlarga. Hozir bir fikr aytganimda formulировка sal noto'g'ri ketib qoldi. Ya'ni narsa qilishayotganlik ko'rinsin degan ma'noda, ya'ni boshqa ishlar ham boshqa ham bo'ladi o'zi vazirlikda. Bu kimdir bir narsa qilmoqchi bo'lsa, davay kelinglar deyishadi. Sharoit boshqa bor. Ish ko'rayotgan deganda ular hamjamiyatlarga yordam berishayotganligini ko'rsatishyapti. Rostdan ham yordam berishyapti-da. Tasavvur qiling, bunaqa joyga boradigan bo'lsangiz, men sizlar ko'p qimmat bo'ladi masalan. Joyi o'ziga to'g'ri. Joyi o'zi, kamerasi, boshqasi
bir xillarda misol mikrofon boshqasini olib kelasiz. To'g'ri, bunaqa narsalarning narxlarini menimcha tadbir o'tkazib ko'rgan odam bilsa kerak. Masalan, bizada Xudoga shukr hech qachon joy bilan muammo bo'lmagan. Masalan, INXAda qilardik, INXA o'zi sponsor qilardi. Endi INXA talabalarimiz, bitiruvchilarimiz INXA yordam berardi. Keyin hozirgi kichkina tadbirlarimiz ham u zalda o'tkazyapmiz. Orada bir Westda o'tkazib ko'rdik. Impact degilar baraka topishsin, ular ham masalan Impact o'zi pulli joy-ku, event zali pulli joy, xususiy joy. Bizga hech qachon yo'l düşmagan, har doim tekin qilib berishgan. Hozir endi katta faqatgina DevFest panoramada bo'ladi, uni pulini endi yo'q, Google ham qisman to'laydi, lekin asosan zalli pulini raqamli texnologiyalar vazirligi o'sha shunaqa tadbirlar uchun ham jamiyatlarga ajratilgan byudjetligidan chiqarib berishadi. Oxiri bu yil 3-yil bo'ladi adashmasam, o'sha yerda o'tganimizdan. Borgansiz, oldinga bordim. Undan oldingilar aniq esimda yo'q. Har xil joylarda bo'lgan lekin. Men endi haligi aynan razrabotka kodingga ichida bo'lmaganligim uchun qaysilarga masalan o'sha zarurat bo'lmagan, qiziq bo'lmaganda bormagan bo'lish mumkin. Oldingi lekin boramiz, tanishib chiqib qoladi, boshqa bo'ladi, gaplashasiz, boshqa zo'rda spikerlarning mavzusi u kimga masalan yo bu meni soham emas deb qiziqmasa ham zo'r tomoni boshqa soha haqida eng qaymoq ma'lumot oladi bittada. Mayli u qaymoq ma'lumot kerak emas desa, o'rtoqlar bilan ko'rishadi, boshqa bolalardan keyin chiqib bolalar oshga borishadi, shunaqa bo'ladi. Avtopati. Siz oxirgi marta 2023da menimcha 100 Days of Code qilgansiz. Panoramada DevFest bo'lganda. O'shanisi esimdan, kichkina xonada kirib keyin nima bo'ladi. Sizga oxirgi speechlardan bo'lganda adashmasam. Oxirida bitta oldingiz. Oxirgidan bitta oldingiz. Endi men ertalabdan beri yurib xonaga kirib siz gapingizni eshitib, anaqa qilsam, uxlab qolmanda. Bolalar rasmga olishibdi o'shanda. Ya qiziq bo'lgan, odam uxlab qolgani qiziq bo'lmaganligidan emas, lekin prosta charchaganimizda. U tinmaydi odam, shuncha necha minglab odam keladi bittada. Shu. Zo'r tajriba bo'lgan lekin. Odam maza qiladi, ichida qizib turgan mavzu bo'lsa, bu yillikki ham o'zi xayoldan o'tdi. Haligi Upsheet yana bu bir narsalarni aytib ko'rish ham Google o'zining texnologiyasi. Odam charchadi. Vaqtdan yetmasa ham naqas tayyorgarlikka. Nimasi bo'ladi, oxirgi paytda AI tadbirlarda ham AI bo'lib ketdi. Anaqa viruslar chiqadi-yu videodachi. Falon chana taqdimotda nima bo'ldi desa, AI. Apple deydigan bo'lsa, biz mana anaqa knopka qo'shdik. Qiziq. Shu agar nima desak bo'ladi. Biz o'zi suhbatimizda pilot son qilib yozmoqchi bo'ldik. Texnikamizni ishlatib ko'rishga nima desa bo'ladi. O'zimizni ishlata olamizmi, qila olamizmi, gapira olamizmi, gapirishga gapimiz bormi deb tekshirib ko'rish uchun bugungi suhbatni tashkillashtirdik. Bu suhbatga Muhammad Javohirga kelganlar uchun juda ham katta rahmat. Sezgan bo'lsangiz, men sekin wrap up qilaman, nima desa bo'ladi. Oxirgi nuqtalarga yetkazyapman. Xudo xolasa, men o'zimga yoqdi o'tganimiz. Endi montajdan keyin nima bo'ladi, nima qo'yadi, unisini ham bir ko'rish kerak, chunki gapirilayotganda boshqacha bo'ladi. Tomoshabin sifatida uni montaj qilib ko'radigan bo'lsangiz, baribir boshqacha bo'ladi. Ko'p qilib qilsa kerak menimcha. Balki endi yaxshi chiqib qoladigan bo'lsak, menimcha davom ettiramiz. Chunki nima bo'ladi? Unaqa katta pul ham ketmas ekan. Bugun hisoblaydigan bo'lsam, agarda hamma texnika boshidan to'g'ri ishlaydiganini olib keladigan bo'lsam, Xudo xolasa bitta выпускimizga 350 ming so'm pul ketar ekan. Prinsipiy masalan bir oyda bir marta yoki 2 marta qilish $50 pulimiz bor. O'zi nima sababdan boshlandi bu anaqa suhbatlarni o'tkazish yoki men suhbatni o'tkazishimmi? Bu suhbatni o'tkazish o'zi boshida nimadan paydo bo'ldi? Bir kun yotganimda videoni boshiga qo'yiladigan video bo'ldi. Bu nimadan boshlandi? Rostdan ham yotmadim, o'tiruvdim. O'tirganimda Saidol akaning kanallarida o'qib qoldim. Toshkentdaliklar haqida. Saidol akaning tezkor odatlari bor, postlarning tagiga har doim qattiq u post yozilganini yozardi. Masalan, London, Berlin, falonchi joy, Toshkent deb yozdilar-da. Dedim, aka bilan o'zi bir suhbat qilamiz dedik-da.
fintechda ishlaydigan bolalar haqida post yozganimdan keyin aka bilan bitta ko'rishib suhbat qilamiz dedim. Keyin Toshkent gaplashganimda ketib qolib bo'lgan ekanlar. Keyin Toshkentda yozganlaridan keyin sirasi yozdim. Saidol aka vaqtingiz bo'ladimi? Savollarim bor edi. Bu keyingi qismga ham nima desak bo'ladi? Spoiler teaser qilib ketsak bo'ladi. Men o'zimni asosiy savolim ulardan so'ramoqchi bo'lgan narsam dasturchilar bir umr kod yozadimi degan savolga javob olishdi. Masalan, men hozir 30 ga chiqishimga deylik 2 yil qoldi-da. Men 40 ga chiqqanimda ham kod yozishim kerakmi degan narsa. Xayolimdan o'tyapti. Saidol aka masalan kodingdan o'tib texnik direktorgacha yetib borgan nima qanaqadir ma'noda dasturchilarni cho'qqisida u ish bo'yicha ishlaydigan odamlarni texnik bo'yicha masalan menejmentga o'tib ketmagan yoki boshqa sohalarga o'tib ketmagan odamlarni tepaga chiqishi texnik direktor menimcha oxiri CTO bo'lish. O'sha narsa xayolimdan o'tdi-da, aka bilan bitta suhbat qilib ko'ray dedim. Men uchun menga nima kerak? Menga yaxshi studiyam bor. Bizga kerak bo'ladi. Bizga kerak oyim bilan cho'kataylar. Menga kamera kerak ekan. Kamerani bordim, arendaga oldim, hamma narsam bor ekan. Bugungi nima desak, test qilib oladigan suhbatini, sonini, pilotini masalan 0 qilib qo'yamiz, 0 ni qilamiz. Keyin 1 boshlaymiz. Endi dasturchimiz 0 dan boshlaymiz. Pilot qilib qo'yamiz. O'shandan boshlandi. Keyin sizga aytdim, siz keldingiz, kattakon rahmat. Siz bilan meni unaqa gaplashadigan narsamiz ham ko'p emas. Nimaga deydigan bo'lsa, chunki har doim muloqotdamiz. Har doim kanalda, gruppalarda gaplashamiz. Masalan, uzoq vaqtdan beri gaplashmagan yoki ko'rmagan odamlaringiz bo'lsa, har xil narsalarni so'rashingiz mumkin. Qayerlarda bo'ldingiz deb boshlasangiz bo'ladi. Shu. Undan tashqari, yana siz o'zingizning videolaringiz ham ko'p chiqqan, intervyularingiz, masalan, Najot ta'lim kanalida ko'p chiqqansiz, osmondagi bolalarda chiqqansiz. Bugungi suhbatimiz bu shunchaki nima desak bo'ladi, o'tirib hangoma qilish degan ma'noda qildik. Agarda shu paytgacha shu qismigacha shu joyigacha ko'rganlar bo'lsa hammaga rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, nimadir o'zingizga qiziq narsa olgan bo'lsangiz, like bosib qo'yinglar. Savollar bo'lsa yozib oling. Savollar bo'lsa komment tagida qoldiringlar. Muhammad Javohir aka bilan xudo xolasa kollaboratsiya yoqamiz. Javob berishga harakat qilamiz. Sizga ham salomlaringiz bo'lsa, bemalol aytib uydagilarga yetkazib qo'ysangiz bo'ladi. Hammaga salom anu. Anaqa. Oyi, mana televizorda ko'rsatyapti deydi-yu. Endi ko'proq programmistlar shu atrofdagi, shu soha atrofidagi odamlar ko'rsa kerak, IT ichidagilar, texnik bilimlarni ustida ishlaylar. Men endi hozirgi holatim kelganidan aytayapman-da, passiv nimadir kelib turadigan yo'lni qilishga imkoni bo'lsa qilib qo'yinglar. Keyin qanday aytsa bo'ladi bu narsani? Ya'ni yosh o'tgan sayin boshqa xarajatlar ham boshqa ham ko'payib boradi. Shunga tayyor turinglar. Oldindan reja qilib ishlab. Shu ishingizdan barakasini bersin. Yaxshi ishlaylar. Podpiska bosib qo'yinglar pastda. Qo'ng'iroqchani bosib. Anga. Rahmat Muhammad Javohir aka, meni qutqardingiz. Xabar bo'ling. Diplomist.